Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, ekskavator pogroshiy ishqibozlari. Mana bugun oktyabr oyida, bugun 23 mi? Nechi? 23-oktyabrda Bekobod, Toshkent oblasti Bekobod shahriga ketyapti 120 talik. Tak, komplektida gidromolot, ikkita kovushi bilan, o'ziniki, keyin transheyni kovushi bilan. Mana shunaqa katta ekskavatorlarimizni, любой ekskavatorlarimizni zakazga ham olib beramiz. 10 mingdan 30 minggacha sizlar ekonom qilib qolasizlar, juda arzonga tushadi. Hozir nalichida ekskavatorlar ko'ryapsizlar, 150 taliklari 110 mingdan chiqyapti, sizga 80 mingga kelib tushadi o'sha. 135 taligi ham bor, kovushi 06 bo'ladi, 150 talikda kovushi 07 bo'ladi. Komplektida hamma narsasi bo'ladi. Mana shu narxning ichida boshiga где-то bir 50 ming bilan ham hal qilamiz. Murojaat qilinglar. Yangi partiya pogroshiyklarimiz kelyapti. Pogroshiyklar betonomeshalkasi bilan kelyapti. Pogroshiyklarni ham zakazga ham olib beraveramiz. Avvalgi videolarimda ham ko'rib chiqsalaring, zakazga keladigan texnikalar narxi ancha bir 20% arzon keladi chemtan narxidan. Murojaat qilasizlar, nomerlar bor, 93lik 320 0550. Mana akamizdan ikki og'iz suhbatini olamiz. Aka, assalomu alaykum. Ekskavator yoqdimi? Qayerga ketyapti aka ekskavator? Bekobod tumaniga. Barakasini bersin aka. Charchamang, yaxshi kunlaringizga mining aka. Yurtdoshlar, murojaat qilinglar, kelinglar. Lizing, kredit hammasi bor. 5 yilga kreditga qilib olsalaringiz ham bo'ladi texnikalarni. Kelaverasizlar. Ma'lumot kerak bo'lsa telefon qilsalaring, tushunmagan joylaringda любой oladigan texnikalaring faqat zakazga arzon keladi. Yana qaytarib aytaman, nalichida turgan texnikalaringda mana misol 45 minglik texnika bo'lsa, misol ekskavatorda misol 85 taligi deb olsak, yo 8 tonna, 7 tonnalik shularni 10 ming arzoniga 35 ga ham olib beramiz. Shu murojaat qilasizlar, qolganini ofisga kelasizlar, gaplashamiz. Charchamanglar, hammani ishiga rivoj, hammaga omad tilaymiz.